Energiyangiz kuchi qisman ta'rifda. Har qaysi oyning 1, 10, 19 hamda 28 sanalarida tug'ilganlar. Hokimiyat, ya'ni boshqaruvchilik, kuch, yakka og'irlikdan bir o'zi o'ta olishi, o'jarlik, hech kimni eshitmasligi. Har qaysi oyning 2, 11, 20 hamda 29 sanalarida tug'ilganlar. Diplomatiya, muomala munosabatda birinchi o'rinda. Intuitsiya, his qilish kuchi yuqori. Shubha, har narsadan gumon va ikkilanishi. Har qaysi oyning 3, 30, 21 hamda 12 sanalarida tug'ilganlar. Qayg'urish, atrofdagi yaqinlarga g'amxo'rlik, donolik, tahlili hamda tanqidi xulosa qiluvchiligi. Emotsional, emotsiyalarga berilishi. Har qaysi oyning 4, 13, 22 hamda 31 sanalarida tug'ilganlar. Saxiylik, ya'ni qo'li ochiqlik, kreativ, g'oyalari noodatiy va ko'p, rashk, qizg'anchiqligi ham yuqori darajada. Shuningdek, rostgo'ylik va haqiqat. Har qaysi oyning 5, 14 hamda 23 sanalarida tug'ilganlar. Optimizm, optimist odamlar, bahs, haq bo'lsalar ham, nohaq bo'lsalar ham, bahsga kirishishlari ham mumkin, bahsga kirishmasliklari ham mumkin, ammo doimo o'zlarini haq deya bilishadi. Haqlik talabida bir etikka ikki oyog'ini tiqib olishlik va tinimsiz harakatni to'xtatmaslik. Har qaysi oyning 6, 15 hamda 24 sanalarda tug'ilganlar. Sevgi, ijodiy qobiliyat, kommunikativ. Har qaysi oyning 7, 16 hamda 25 sanalarda tug'ilganlar. Shovqin, intuitsiya, kritishlik, ya'ni inqiroz. Bu yomon ham, yaxshi tomonga ham bo'lishi mumkin. Har qaysi oyning 8, 17 hamda 26 sanalarda tug'ilganlar. Ishonchlilik, mas'uliyat, daromad, adolat. Har qaysi oyning 9, 18 hamda 27 sanalarda tug'ilganlar. Mehr, orzu, barbodchilik, barpolik hamda yordam.